Bitta kommentariy yozasiz, mana shu gilam tekinga beraveriladi. Faqatgina kommentariy yozsangiz bo'ldi. Ulgurib qoling, bitta odamga berib yuborishar ekan. Namanganni bilasizlarmi? Ikkinchi Xitoy deyishadi-ku. Xitoyliklarni ham choyni ichirib yuborishyapti. Qarang. Gilamni high-tech deysizmi, ha? Bunaqa perforatsiyami, boshqacha perforatsiyami? Undan tashqari mana oppoq joylarga ozgina guli bo'lsin deysiz-ku. Turishini qarang, lekin shunaqa chiroylilar turibdi. Hali ham gilam olmagan bo'lsangiz, aynan sizni gilam olishingiz uchun mana zo'r joy topib qo'ydim. Sifatiga deysizmi? Kelib ko'zingiz bilan ko'rib ketsangiz bo'ladi. Narxlari juda ham arzon deyaptilar. Nimagaki, bilasizlarni kurtovoy do'konlarda iloji yo'q, arendasi bor, rasxod bor, boshqasi bor. Bular skladdan turib sotishyapti. Narxini arzon deb aytdim-ku, oddiy misol, mana shu 3 ga 4 gilam nech pul? Podpischilaringiz kelsa 550 mingga bera olamiz. Mana 3 ga 4 gilam 550 ming so'm. Shunaqa paxtali, duxobali daroshkalar ham bor ekan. Metrliklarni ini 5 metrdan boshlab, u yog'i ketdi, yo'q xohlaganingizcha metrliklar ham bor ekan. Bemalol mana shu aka, siz ham shu yerda turasizmi doim? Ha, shu yerda turamiz aka. Xudo xolisa har doim kelaverasizlar. Hop, biz podpischilarga shundoqqa mana katta gilamni dumaloqqa berib yuborasiz. Kommentariyani bomba qilib, aktiv bo'lib, do'stlarga yuborib qo'yishsa bo'ldi. Qaranglar, kommentariyani ko'proq yozsangiz yutish imkoniyatingiz yaxshiroq bo'ladi. Baribir kommentariyaning ichidan belgilab bittasini tanlab olinishi kerak bo'ladi. Shuni hisobiga kommentariy yozinglar va ko'proq do'stlaringizni belgilab qo'ysangiz yutish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Bu videoni gilam olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying, chunki men aynan eng arzon joyini topdim. Namangan любой joyda narx sindirish bo'yicha chempionlardan biri bo'ladi. Aka, skitka ham qilib bering, kelishsa. Skitka qilib beramiz. Keyin aka, siz podpischilaringiz kelsa, borib o'zimiz o'lchab, kesib, tayyorlab berish, dastavkalargacha bepul. Tekin qilib berasiz. Gap yo'q. Qarang, mobodo pastda nomer qoldiraman, telefon qilasiz, qo'ymoqchi bo'lgan joyingizga chaqirasiz, borishadi, o'lchashadi, razmerlarni hammasini aytishadi. Dastavkasi ham tekin ekan, borib ustanovka qilib berish ham tekin ekan. Lekin foydalanib qoladigan joyi. Manzil tushuntiraman, mana shu binoning u yoqida Lazzat oshxonasi bor, o'sha darvozasidan shundoq kirib kelganingizda, xullas, ikkinchimi, uchinchimi darvozaga to'g'ri keladi-da. 94lik. 867 66 66. Mana shu akaga murojaat qilinglar, bemalol o'zlariga kirib, skladlardan sotib olinglar. Sizlarga bo'lsin.